Chiroyli qiz. 1992 yili bosh kuz. U haqiqatan chiroyli qiz bola edi. Tunji qitim do'stim bilan bu do'kon kirganda ikkimiz shundoq pichirlashgan edik. Ko'zlarini yerdan bak ayrimismi, ammo to'kilib turgan kirpiklari ko'zga chiliqib turadi. Bu yebak egiz emasdi-yu, ammo zilvolig'i chiqib turadi. Quyuq pardozini asarmi yo'q edi. Kuzning dastlabki Qashqarning so'rillayotgan havosi jonga rohat baxsh etadi. Do'stumning to'yi yaqinlab qolg'achqa, uningga uy jabduqlari, oila elektr saymonlarini setib olish uchun do'kon piqirab yurgan vaqtimizda etikaqqa yaqin bu do'konda ko'rgan edi bu qiz bolani. "Aka, kelsilar" degan edi u tunji qitim do'kon kirishimizda. "Kapparsizlar" degan bu yerdagi tipik gaplardan ko'p yiqimliq edi uning bu qarshi elishi. Biz yangidan maktab bitirib jamiyatga amdi chiqqan, qilchimi asri yo'q so'da ingimiz oliy maktabda texmi jigilab qolgan, amdi texi tuxumdan chiqqan cho'jidek temisqilab jamiyatning har sohasiga mos qadam elib yetishishga tirishayotgan chog'larimiz edi. Bozor aralab, nimalarni qayerdan qandoq setib olish to'g'risida bozor egallayotganligimiz uchun mollarga bir qur ko'z yugurtib chiqib ketdik. "Aka, yana kelasizlar" dedi u qizchaq. Biz eshik tubiga yiqilishayotganligimizda. "Rahmat singlim" deyishdik bizmi javoban. U cho'ng bo'lsa 19 bo'lmasa 18 yoshlar chamasida bor, yarishimliq kiyingan, latofati bor, illiq chiroy, perkaschi qiz bola edi. Biz shu tariqada bir necha kun piqirdik, oladigan oldik, hatto u qizchaq ishlaydigan do'kondami savdo qildik. Qizchaqning bizga tutgan pozitsiyasi nihoyat illiq o'z edi. Bizdimi bu qizchaqqa nisbatan boshqa bir his emas, o'zimizning bir tuqqan qarindoshimizda ko'rib qilish bo'ldi. To'y bo'lguncha bu do'konga necha qitim kirganmi bo'ldik. Chunki 90-yillarning boshlarida May qulupning oldidagi turli mollar do'koni, Etika savdo sarayi deganda Koni Pason savdo sarayining mollari qiliplashib qolgan kona savdo andizdagi mollar bilan to'lgan bo'lib, bu xil do'konlar Qashqarda bek ko'p uchirmaydi. To'y ismi jismiga loyiq to'yg'uluq bo'lg'achqa mangdamda kamtuk narsalarning o'pkisi ko'rinib qoladi-da, bozorga shapashlaydigan ish chiqadi. Qancha qitim tizimlik yezib, setib olib bo'lganlarni jijab mangan bo'lsaqmi, tizimlik uzardiki qisqaraydigan holi yo'q edi. To'y bo'lishga oz qolgan bir kuni bu do'konga qaytib kirganimizda bu chiroyli qiz bola bishildab o'tiribdi. Shundaqdimi bu qizchaq bizni qarshi elishni unutib qolmadi. "Nim bo'ldi?" deb so'rdi do'stim. "Hech nima aka, kelinglar" dedi qizchaq yog'lig'i bilan yeshini chandirmay eritib etishga tirishib. Men do'stimning yengini tortib, uni yana azvaylab so'rashga taraddudlanayotgan yeridan to'xtatdim. Biz kerakli narsani so'rab, oldinga kelishgandan keyin u yengini ilib berish uchun ambarga mangdi. Do'stim yana bir perkaschi xizmatdoshidan nima ish bo'lganligini so'rab ulgurdi. Aslida bir xaridor bu singlimizdan xeyli ko'p mol ilib, saxta pul bergan ekan. U pul shu chaqda mening 2 oylik maoshim bilan teng keladi. Gerçi xo'jayin molning kirish bahasi bo'yicha to'lashini aytgan bo'lsa-mu, yanala mening maoshimdan ko'pragini to'lashga to'g'ri keladi ekan. Biz kerakli narsani setib olib do'kondan chiqadigan chaqda men u qiz bolaning dam elish kunini so'radim. U qiz bolami uduli deb berdi. U qiz bolaning dam elish kuni biz uning do'koniga alayda berib, qisqacha tushuntirish bilan do'konning xo'jayiniga oldin tayyorlab qo'ygan konvertni berdik. O'qiya kundalik xotirasidan.